Ha, mashina joyida. Hozir uni davay qani. O, tushunursan. Ha, kimdir o'stirib yubordimi? Qo'shnilari bo'lsa kerak. Ha, eshitmadi degan umiddaman. Eshitmadi shekilli. Ha, yo'q, yotibdi hali ham. Qani davay, faqatgina ehtiyot bo'lib itarish kerak. Qani, yuryapti. Yaxshi, davay ketdi. Ertalab bo'libdi-ku. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Drix va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi? Kechasi bilan yaxshi uxlay olmay chiqdim. Soat 11 bo'libdi. Chunki qo'shnim taqir-tuqir nimalardir qilib chiqdi. Bilmadim, remont qilganmi? Tak, stop. Bu fermam nimaga rasoz chiqib yotibdi? Nima uchun tushunursan? Buni nima qilding? Men kakras yoniga kelgandim so'rash uchun. Janob mer, meni qo'shnim xullas, bola tezroq yig'ishtirib olib kel borini. Xo'p. Yo'q, endi mer o'ylaydiki men fermani rasvo qilib tashlaganman deb. Lekin mana bu qo'shni. Tak. Hozir. Qo'shni, salom Drix. Salom. Nima qilding kechasi? Meni agrotom buzdingmi? Yo'q, nima deyapsan? Men kechasi bilan uxladim. Uxlading? Ha, qiziq. Nima? Remont qilmadingmi? Yo'q. Unda qayerdan taqir-tuqir ovozlar chiqdi? Tushunmadim, nima haqida gapiryapsan? Mana shu devornimi nimadir buzganday bo'ldi-da. Juda ham ko'p ovozlar chiqdi va patologing g'alati bo'lib qolibdimi? Nimaga? Qandaydir pastmi? Yo'q, o'zi normalniy har doim shunday edi. Prosta menimcha balandroq bo'lish kerak. Kichkina uylardagidek past turibdi patologiya. Yo'q. Tak. Shoshma 3 blok. Menimcha nimadir ne to. Hammasi joyida. Nima xohlaysan mendan o'zi? Men uxladim kechasi bilan, hech narsa qilganim yo'q. Bo'ldi, tushundim. Jenursan, agarda jitel qilmagan bo'lsa kim buni qaranglar, rostdan ham jitelni uyi juda ham patologiya past bo'lib qolgan shifti. Hammayli. Tak, davay kelinglar, hozir buni bu matagani olamiz va tozalab chiqamiz. Bu yerlarni ekishimiz kerak. Yaxshi, qiziq, baribir ham qiziq. Nima bo'lgan bo'lishi mumkin ekan? Ha, baribir ham tushunarsiz qandaydir ahmoqona holat bo'ldi. Tak, bularni hozir ekib chiqishni boshlayman. Mana bu yoqqa, mana bu yo'llarga ham qo'yib chiqamiz. Hamma yo'g'iga ekishimiz kerak. Qo'yil mana bu yoqqa va yana bo'ldi do'stlar. Ajoyib. Endi esa 10 tadan chiqdi-ya. Yo'q, mer aniq bugun menga oyligimni bermaydi. Jinursin, hammayli. Janob mer, ha, mana yaxshi qishloq burchagidagi uy bor-ku kattasi. 27-raqam mana u yerdagi. Ha, ana shu yerda politsiya yig'ilgan. Bir qarab kel nima bo'libdi ekan. Hammayli. Gaz plita qo'ydiribsizmi? Qancha tushsa? 300 dollar. Ha, hoppa. Mana do'stlar, axir aytganim-ku, uyning tomi baland. Janob mer, katta uylarni patologiya necha blok balandda bo'ladi? 4 blok. Aha, tushundim. Nima bo'ldi? Hech nima. Borib kelasanmi? Ha, hozir. Jenursin do'stlar, axir aytgandim-ku. Nimadir bo'lgan bu jitel, aniq nimadir yashirayapti. Hammayli. Hozir borib kelaylikchi. Ana uyning yonida nima bo'lyapti ekan? Qishloqning burchagidagi katta uyda politsiya rostdan. Hoy, jitellar. Nima qilaman endi? Salom. Nima bo'lyapti? Mer yubordi meni. Xullas, qo'shningizning mashinasini o'g'irlashgan. Mashina mana bu yerda yashil Jiguli turardi. Ha, o'sha meniki edi. Ha, yomon bo'libdi jitel. Hammayli. Nima ham qilardik? Afsus. Hozir borib merga aytib kelamiz. Tak, do'stlar, kimdir qo'ng'iroq qilyapti. Allo, qalaysan Drix? Yaxshi, rahmat. O'zingchi Jon? O'zim ham yaxshiman. Senga bir taklifim bor edi. Qanaqa taklif? Xullas qishloqqa boraman, gaplashamiz. Aha, mayli. Jinursin do'stlar. Bu meni eng qadrdon do'stim va qiziq nimani taklif qilmoqchi ekan? Qishloqqa borsam dedimi, demak, juda ham jiddiy. Umid qilamanki, zo'r bo'ladi. Xo'sh, jitel, nima qilyapsan? Men hech nima. Bu nima bo'ldi yana? Nima? Yo'q, qayoqqa qaryapsan? Hech qayoqqa qaraganim yo'q. Ha, stop, men seni tanimayman. Tanimaysan? Men shu yerda yashayman, qishloqni tarafida faqatgina ko'rmagandirsan-da. Nima? O'zini qandaydir g'alati tutyapti. Bu nima? Tak, stop. Bu do'stlar, katta uyda yashaydigan jitel emas. Jitel, ha? Uying tepasidan hozir kim tushganini bilasanmi? Yo'q, men ham u jitelni tanimayman. Qanaqa jitel? Uying tepasidan hozirgina sakrab tushdi. Ko'rganim yo'q hech kimni. Hammayli, hozir. Jinursin do'stlar, u yerda qanaqadir yashil temirni ko'rgandek bo'ldim nahotki. Yo'q, do'stlar, sizlar aytmoqchisizlarki menga tomning tepasida mashina turibdimi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Kim aqli joyida odam mashinani tomning tepasiga qo'yib qo'yadi. Menimcha yerda boshqa bir narsa bor va mana bu notanish jitel bechora mana bu jitelni o'yin tepasidan nimadir yashirib qo'ygan va menga bu yoqmayapti. Hozir boramizda ko'ramiz. Shuning uchun ham shifti juda ham pastga tushib qolgan, 3 blok bo'lib qolgan. Hozir ko'ramiz. Tak. Mana buni qo'yamiz. Nima qilyapsan? Hozir shoshma jitel, 1 daqiqa sabr qil. Ha, davay. Hozir qani mana bu yerni ochaylikchi va do'stlar, yashil Jiguli, xudoga shukrki, ko'k emas. Jitel, ha,
Bu yerda nima turganini bilasanmi? Nima? O'g'irlangan mashina. Nima qanaqangi mashina? Bu yerda Jiguli turibdi, yashil. Hozir boraman, ko'raman, chin ursin. Iya. Nimaga baqirasan? Bu axir yo'qolgan Jiguli ertalab yangiliklarda aytishganda, qishloq yangiliklarida. Yo'q, ha, bizda bormi shunaqa? Aha, televizoring bormi? Yo'q. Demak, ko'rmagansan. Yur, hozir politsiya chaqiraman. Sen merni chaqirib kelgin, men o'zim politsiyani chaqiraman. Aha, hozir ehtiyot bo'lish kerak. Qo'lingni ber. Aha. Bo'ldi, o'tdim, rahmat. Tezroq bo'l, jichil. Bo'ldi, boryapman. Aha. Yo'-moyo, tasavvur qilyapsizlarmi? Tak, do'stlar, qanaqasi gap? Bu yerga mashinani olib kirgan bo'lishi mumkin. Tak, bularni hozir olishimiz kerak va mashinani bu yerdan olib chiqmasak bo'lmaydi, chunki tom buzilib tushishi mumkin. Balki shuning uchun ham do'stlar, ertalab agrodim buzilgandir, chunki kechasi bilan axir aytdim-ku, taqir-tuqir ovozlar deb. Demak, kimdir mashinani tomga olib chiqayotgan vaqtida agrodimni bosib yuborgan bo'lishi mumkin va balki aynan shu mashina bilan. Ha, mayli, hozir bu mashinani asta-sekinlik bilan olib chiqqanimiz ma'qul. Bu yerdan tinchgina hozir buni bu yoqqa qo'yamiz, mana bu yoqqa va mana bo'ldi. O'ziga xos zinaga aylanyapti va davay. Endi esa mana bu tarafdan ham qo'yamiz. Hech nima sinib ketmasligi, to'kilib tushmasligi, buzilib ketmasligi uchun. Ajoyib do'stlar, o'ziga xos zinamiz tayyor bo'ldi. Hattoki bu yerda uycha ham qilib olsa bo'ladi, lekin bu ishni qilmagan bo'lardim. Yaxshi, endi esa qolganini mana bu tarafdan qo'yamiz. Bo'ldi. Endi mashinani olib tushishimiz kerak va o'ylaymanki, tak, sekin. Tushib ketmasligim kerak. Ehtiyot bo'lamiz va kirib oldik. Endi esa haydovchi o'rindig'iga va bo'ldi. Zavod oldi. Endi ketdik do'stlar. Ehtiyot bo'lib tushirishimiz kerak, lekin yo'lni umuman ko'rmayapman. Mana bunday qilsam-chi, davay, sekin. Biroz qiyshiq ketdi. Bo'ldi, chiqdik. Bo'ldi, sekin. Yaxshi, endi esa kelinglar, mashinani hozir olib borib beramiz egasiga. Mana shundan to'g'ri o'tib ketsam bo'lar. Hey, bosma fermani. Tak, sekin. Bo'ldi. Mana, mashinam. Mana jichil mashinangni olib keldim, o'zim topdim. Yo'q, ha. Tasavvur qilyapsan, meni qo'shnim bor-ku, ana bu yerda jichil yashaydi. Ismi nima edi? Arnold. Ha, taniyman, katta uyda. Ha, ana shuni tomida turgan ekan mashina. Tomdagi, men sizlarga aytgandim, kesinglardami? Tomda yashiradi mashina. Kim yashiradi? Bir o'g'ri bor. U jichilni hech kim tanimaydi. Ha, men ham sizga aytgandim. Bilasizmi, janob ofitser? Ha, bilaman. Nima qilamiz endi? Undan tashqari janob emas, o'rtoq bo'ladi. Bo'pti, o'rtoq ofitser. Xo'sh, nima qilasizlar endi? Endi shuni tutamiz. Aha, mayli, omad sizlarga. Qo'yil do'stlar, mana biz o'g'irlikni tagiga yetdik. Mana kim qilgan ekan va eng qizig'i nima uchun o'sha yerda o'tirganda qanday qilib bizga ko'rinib qoldi bilmadim. Endi esa mana buni olib tashlashimiz kerak. Tasavvur qilyapsizlarmi, kimdir prosta tunda kelib shu yerga mashina qo'yib ketdi. Yana o'g'irlangan mashinani. Tasavvur qilyapsizlarmi, agarda politsiya o'zi topib bo'lganda buni nima bo'lardi? Bechora jichilni bo'ynida qolib ketardi mana shu o'g'irlik. Va yaxshiyamki, tomda mashina yashiradigan o'g'ri haqida eshitgan ekan boshqa jichillar, lekin tasavvur qilyapsizlarmi, tomda mashina yashiradigan o'g'ri qishloq meni hayron qoldirishdan hech qachon to'xtamasa kerak. Albatta, men uy tagida, uyni ichida yashiradigan o'g'rilarni ko'rganim, ammo tomda bunisi qanaqadir yangicha narsa va o'ylaymanki, buning uchun like bosish mumkin va bo'ldi. Tak, mana bu hammasini tashlaymiz. Va bo'ldi, endi esa do'stimni kutishim qoldi xolos. U kelsa, zo'r ishlar bo'ladi. Hey, Drix. Nima, janob mer, qayerdan chiqdi mashina? Qaysi tomda? Mana bu yerda tepada. Ha, janob mer ana shu yerda turgan edi. Endi nima bo'ladi? Bilmasam, politsiyaga olib bordim. Yaxshi qilibsan, politsiyaga olib borgan bo'lsang. Endi esa men boraman deb e'lon beraman. Hamma himoya qilish uchun tomlarni, yana boshqalarnikidan ham chiqib qolmasin. Ha, siz ham o'zingizga qarang. Yo, menikida joy kam, sig'maydi. Ha, sig'maydi. Janob mer, menikida ham sig'mas edi, lekin shiftni pastga tushirishibdi. Aytgancha shuni nima qilasan endi? Hozirning o'zida to'g'rilab chiqaman. Shiftni pasaytirib qo'yishibdi-ku. Aha. Shuni hozir ko'tarib chiqishim kerak. Hozir buzamiz. Yo'q, buncha tez buzyapsan. Kreativ sotib oldim tezroq qurish uchun. Yo'q, qanchaga tushdi? $5000 ga. $5000 ha. Lekin bu arenda bor yo'q. Arenda ha. Keraksiz narsalarni qilib tashlamasliging uchun kafolat bo'ladi-da, bo'lmasa pulingni qaytarishmaydi. Lekin ishlatgan bloklaringni hisoblab berishadi. Yo'q, ha. Qo'yil. Demak, 5000 dan qancha qoladi? Shu tomni qaytarsam, menimcha qaytarib berishlari. Xo'sh, tomni qaytarganimdan so'ng, bilmadim, bir $5 olsa kerak. 4995 bo'ladi. Mana bu-chi. Buni ham hozir tuzataman. Leo, buni o'zim pulimga olaman. Aha. Qo'yil do'stlar, men bilmagandim. Kreativni sotib olish mumkinligini, ya'ni arendaga mana bunday olishni, faqatgina keyin ishlatilgan bloklarni hisoblab olishadi. Qo'yil, jichillar bilishadi ishni ko'zini. Masalan, men hayotda bunday qila olmagan bo'lardim, lekin bilasizlarmi? Menda bir ideya bor. Xo'sh, politsiya ketgan bo'lsa kerak, ana u jichilchi. Xo'sh, ko'rmayapti va mashina joyda. Demak, mashina ichiga kirmasa ham zavod bo'lar ekan. Qani, jichil. Rostdan nima? Uxlab yotibdimi? Jichil. Uxlab yotibdi. Qo'yil. Bo'ldi. Menimcha kechasi bilan shunchaki qidirib chiqqan mashinani yoki qidirmagan. Bilmadim nima bo'lganini, lekin uxlab yotgani g'alati va bizga qo'l keladi. Mashinaning ovozimi tushunmadim. Tak, bo'ldi.
Hozir olib ketdik. Yomon. Mashinani hozir. Jiguli. Do'stlar, bo'ldi. Mana bunday qo'yib yuboramiz. Ketdi mashina tepaga qoyil. Asta-sekinlik bilan endi yog'imizni shiqillatishimiz kerak. Mashina tiqilib qoldi, bo'ldi. Jiguli endi o'ylaydiki, mashinani kimdir o'g'irlab ketdi deb tezroq kiyinib olishim kerak. Bo'ldi. Kaltlar qaniydi, kaltlar? Tak, bo'ldi. Nursin mashinam. Nimaga u yoqqa ketib qoldi? Yo'q, o'g'irlab ketishmabdi shekilli. Joyida turibdi mashinam. Yaxshi bo'ldi-da. Bilmadim nima qilardim agarda mashinamni topa olmasam. Kim qildi ekan buni? Sen bu yoqqa kel, o'yinchi. Yo'q, buni basharasini qaranglar, jahl chiqib ketganini. Bu yoqqa kel, o'yinchi. Jin ursin do'stlar, bo'ldi, men qochaman bu jildan. Juda ham xavfli bo'lib ketdi. Bekor bunaqangi prank qildim. Xullas ketdim.